Hozirgi kunda Toshkent shaharining Olmazor tumanida sinov tariqasida Toza poytaxt dasturi ilovasi ishga tushirilmoqda. Pilotli programma bu hozirgi kunda. Bu 1-sentyabrdan keyin Toshkent shaharining qolgan tumanlarida ham ishga tushiriladi. Loyihaning afzallik tomonlari nimada bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda mana hammamizga ma'lum, transport vositasi avtobuslarni ko'rishda onlayn rejimda ko'rish mumkin, avtobusda qat'iy kelyotgan. Xuddi shunaqa hozirgi kunda mahallalarda ham mahalla aholisi jadval asosida chiqindi yig'uvchi maxsus transport vositalari qaysi mahallada qachon kelayotganini ko'rish mumkin. Qachon keladi, qayerda yuribdi. Shular osonroq. Va bundan tashqari dastur ilovasida bizni qaysidir ko'chaga kirmay qolgan bo'lsa, qaysidir texnik sabablarga o'shani bizni kechqurun shu onlayn rejimda ko'ra olishingiz mumkin bo'ladi. Va qancha chiqindi olib chiqib ketildi va u texnika qayerda yurdi, nima qildi, hammasi bu Toza poytaxt dasturida hammasi kirgizilgan bo'ladi. Bundan tashqari ko'p qavatli uylarda joylashgan chiqindi yig'ish maydonchalarimiz bor. Chiqindi yig'ish maydonchalarimizni bilmagan holda agar to'lib qoladigan bo'lsa, u narsani ham onlayn rejimda ko'rib turiladi. Hozirgi kunda o'sha kuzatuv kameralari qo'yilyapti. O'shalarni ham ko'rib, obodligini saqlagan holda o'shani vaqtida olib chiqib ketish imkoniyati ham bo'ladi. Yana bu dastur asosida bizda bundan tashqari Olmazor tumanida har bir texnika uchun maxsus shu transport vositalarga video registrator o'rnatilyapti. Video registrator onlayn rejimda kuzatib boriladi. Transport vositasining oldi qismiga va orqa qismiga. Oldi qismida keladi, shu chiqindilar olingani va tozalab ketilganlar hammasi onlayn rejimda mana GPS hozir o'rnatilgan, ko'rib turish imkoniyati bo'ladi. Korxonamizda bosqichma-bosqich korxona tashkilotlari Toza poytaxt dasturiga ulanishlar boshlandi. Tumanimizdagi noturar tashkilotlar Vazirlar Mahkamasining 95-sonli qaroriga asosan 1937 shartnoma bilan afyorta shartnomalarimiz bilan tanlab olinmoqda. Mana bugun biz Olmazor tumanini o'rganish maqsadida keldik. Oyi 14-avgustda prezidentimiz tomonidan juda katta ko'rsatmalar berildi. Mana Toshkent shahar hokimiyati maxsus transport hozir qilayotgan ishlar va qilinadigan ishlar bo'yicha va o'zimizni ko'rsatmalarimizni berdik. Elektron variantda to'lovlarini agar navodo mashina o'z vaqtida kirmasa yoki bo'lmasa oyiga 8 marta kiradigan bo'lsa, mahallalarga yerli mahallalar bir marta kirmay qoladigan bo'lsa, yana qayta hisoblash, uning choralarini ko'rish. Mana bular bo'yicha mana hozir rahbariga ham hammasiga ko'rsatma berdik. Bular bo'yicha mana birgalikda hozir ishlaymiz. Bu hozir mana 1-Olmazor tumanida 1-sentyabrgacha hamma tumanda tatbiq etiladi.